Assalomu alaykum. Kompyuter ekran oldidagi havaskorlar ham o'qirmanlar. Hammanglarningki mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Biz United Coder şirketimiz Yevropadagi Uyg'ur qarindoshlarga yumshoq detalningki sifatini tekshirishni avtomatlashtirish programmasini yo'l qo'yg'ili 3 yil bo'ldi. Mushu 3 yil jarayonida biz 200 dan ortiq Uyg'ur qarindoshlarni tarbiyalayapmiz. Aralıqda bir qism Uyg'ur qarindoshlar mushu o'xshash programmaninki Yevropa taraflaridagi davlatlarda tarbiyalash kursiniki bor yo'qligini ham shu tarbiyalash programmasiga qanchalik o'qish puli oldiganligini mendan so'radi. Tuvanda men mushu Google'dan izlash orqali sizlarga Yevropa davlatlaridagi yumshoq detalninki sifatini tekshirishni avtomatlashtirish programmasining ahvolini ham shu programmalarga oldigan o'qish pulining ahvolini tushundirmoqchi. Undaq bo'lsa, diqqatinglar ekranda bo'lsin. Hammanglar bilasizlar, biz odatda Google'dan uch izlaymiz. Men oldi bilan shu Turkiyadagi tarbiyalash kursining ahvolini izlab boqay. Google'ga men software test automation training Istanbul Türkiye deb izlasam nurg'ulg'an to'rbatli chiqdi. Mana o'zini kirib turibsizlar. nobleprog.com Turkiya deydi. Yana boshqa kurslar bor ekan. Masalan, mushu birinchisini ochib boqaylik. Software testing training in Istanbul. Hozir mushu to'rbatga qarasak, kursniki qismida mushu test automation, web testing automation deydi, BDD development deydi. Uchurlar bor ekan. Masalan, tuvandagi kurslar qarab boqinglar. Advanced test automation in Java using Selenium with continuous integration deydi. Bu 35 soatlik darsga 7500 euro oladi ekan. Yana birisi Advanced Selenium Istanbul Taksim. Buningda 3000 euro oladi ekan 14 soat dars. Advanced Selenium with C# Istanbul Taksim buning 3000 euro oladi ekan. Sizlar kirib turibsizlar, Turkiyaning o'zida 35 soatlik darsning o'ziga 7500 euro oladi ekan. Bizning shirkatimizniki tarbiyalash 600 soatlik dars. Biz 600 soatlik darsga Uyg'ur qarindoshlarga shu iqtisodiy jihatdan qiynalmagan asosda o'qisin deb $1000 o'qish puli olib hozir tarbiyalayapmiz. Shuni ko'rib turibsizlar. Bizningki o'qish pulimiz intayin tuvan, lekin o'qish sifatimiz nihoyat yuqori. Mushu o'xshash to'rbatdan men boshqa davlatlardagi ahvolni izlab boqay. Masalan, mushu nobleprog.com degan to'rbatdan biz bu boshqa davlatlardagi saytni ochib boqaylik. Ya'ni Yevropani ochib boqaylik. Bizning bilan Yevropa taraflarida masalan Finlandiyada bizning o'quvchilar bor. Norveyda bor. Ondan Niderlandda bor. Biz masalan bu yoqdan biz Norveydagini izlab boqaylik. Yoki Belgiyada bor. Norveydan izlab. Bu yoqdan biz test automation in training deb izlab boqaylik. Yoki bo'lmasa Selenium test automation deb izlab boqaylik. Ko'rib turibsizlar, test automation with Selenium. Mushu tarbiyalashninki umumiy soati qarasanglar, umumiy soati 21 soat deydi. 21 soat 2475 euro oladi ekan. Undaq bo'lsa biz boshqa to'rbatni kirib boqaylik. Biz bundan başqa masalan Google'ni açıp izlesek buldu. Ma Yevropadan men hozir Switzerlandni açıp bakay. Mana Switzerland. Bizning Switzerland o'quvchilar bor yoki Germaniyani açıp bakaylik. Germaniyani açıp bu yerdan Selenium test automation izlab bakaylik. Search.
Ko'rib turibsizlar, Selenium test automation'ninki Germaniya taraflarda. Masalan, mana test automation Selenium Jenkins deydi. Bu 3 kunlik ders ekan, 3 kunlik. Yoki test automation Java Selenium deydi, 5 kunlik. Shu 5 kunlik darsga qarasanglarmi, 2438 yevro oladi ekan. 2438 yevro. Bundan başqa biz başqa davlatlarga bakılı, yoki Google'ning o'zidan test automation engineer training de mesela Niderlandiya bakılı. Gollandiya tarafında bizdeki o'qishlarni tanıyacak. Mana test automation training course in Netherlands. Yine şu Nobel Pro çıktı. Bundan ko'rib turibsizlar. Masalan, shundaki test automation with Selenium degan 21 soatlik test. Shu 21 soatlik darsingizga 2231 yevro o'qish puli oladi ekan. Bundan boshqa shu Google'dagi to'rbatdan biz masalan ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer'ga mushida bakılı. Bunun qarasanglar 3 kunlik training ekan, test automation, pre-program test automation deydi. Shu sertifikatning o'zigimi vaqti 2022 yil ekan, tek vaqtini bekitmabdi. Buniki o'qish pulini bular ayrim email qiladi ekan, bu yoqdan chiqarmabdi. Bular agar chiqargan bo'lsa, biz tafsilli ko'ratdik. Boshqa turbatni ish baqayli. Mesela poltech.com deydi, test courses in software testing. Mana advanced testing with Java Selenium, mushuni ish baqsaq bo'ldi hozir. Buniki technical training ekan, buniki o'qish bilan kirib baqili, location. Buniki o'qish pulining o'zi 1095 yevro oladi ekan. Yevro. Shu yevroning belgisimi shu. Ko'rib turibsizlar, hozir shu Yevropa taraflardagi davlatlarda 3 haftalik darsga eng oz bo'lganda 1000 yevrodan 2000 yevrogacha o'qish puli oladi ekan. Shunlashqa men shu Yevropa tarafidagi Uyg'ur qarindoshlarga deydiganim, bizniki United Coder'niki Yevropaga qartilgan programmamizdagi maqsadimiz pul tepishni asos qilib emas, nurg'un Uyg'ur qarindoshlarni mushu kasbga qatnashib, mushu kasb orqali IT sohasiga kirib ketishni maqsad qilgan. Shunlashqa bizniki bu tarbiyashga qatnashgan o'quvchilar fursatni ching tutib, yaxshi o'rganinglar. Bu qatimki kursga qatnashga ulgurmagan qarindoshlar kelajli biz yangi kursniki uchurini chiqarganda shu vaqtda kursiga tizim tutishga oldiranglar. Bo'lmasa keyingi yilgi kursni keyin qilib qolsanglar, albatta bu biz keyingi tarbiyalashniki chiqimlarini ham tarbiyalash uslublarini bozorning ahvoliga tanishaymiz. Balkim hozirgidek bundaq tuvan bahoda tarbiyalash yapmasimiz mumkin. Bugun shu Yevropa davlatlaridagi tarbiyalash programmasining ahvoli ham o'qish pulini bir sizlarga tushuntirib qo'ydim. O'zinglar jab uchurga erishmoqchi bo'lsanglar, to'rdan izlab olsangiz bo'ldi. Xayr xo'sh.